Keyingi masala gaz dastlab izoxorik ravishda 45 joule issiqlik berildi. Demak, gazga dastlab izoxorik ravishda 45 joule issiqlik berildi. So'ngra dastlabki haroratgacha adiabatik holatda qaytdi. Tashqi kuchlarni bajargan ishi qanday deyapti. Hop. Dastlab biz Q1 mana gazga izoxorik ravishda issiqlik berganmiz 45 joule. Hop. So'ngra dastlabki haroratgacha adiabatik qaytibdi. Tashqi kuchlar bajargan ishi. Dastlab 45 joule izoxorik ravishda issiqlik bersak, bizga ma'lumki, termodinamikaning birinchi qonuniga ko'ra gazga berilgan issiqlik miqdori ichki energiya o'zgarishi bilan bajarilgan ishga sarf bo'ladi. Izoxorik ravishda bo'lgani uchun mana bu A 0 bo'ladi-da. Demak, biz bergan Q1 45 joule issiqlik miqdorining hammasi delta U ga sarf bo'ladi. Demak, dastlab Q1 delta U ga teng bo'lyapti. Endi issiqlik berganimizdan keyin harorati ortgan, ichki energiyasi ortyapti. Va bu U1 deb qo'yaylik, mana 45 joule ga teng. Q1 delta U1 ga teng. Endi so'ngra dastlabki haroratgacha adiabatik holatda qaytdi. Adiabatik jarayon. Adiabatik jarayonda gaz tashqaridan issiqlik olmaydi ham va tashqariga issiqlik bermaydi ham. Demak, Q 0 bo'lishi kerak. Q 0 bo'lsa, delta U plus A 0 ga teng bo'lishi kerak. Endi bundan mana delta U2 deb qo'yay. Delta U2 adiabatik jarayon uchun bu tenglama minusdan A ga teng. E'tibor bersak, so'ngra dastlabki haroratgacha adiabatik holatda qaytdi deyapti. Dastlabki haroratgacha qaytgan, oldin biz issiqlik berganmiz izoxorik ravishda, harorati oshgan va harorati oshganda keyin dastlabki holatgacha adiabatik qaytganda u sovigan, ya'ni ichki energiyasi kamaygan. Demak, ichki energiyasi kamaygan bo'lsa, hozir mana bu joydan A ni topsam, A ni topsam minus 1 ko'paytiraman, minusdan delta U2 bo'ladi. Ichki energiyasi kamaygani hisobiga, ya'ni delta T deganimiz T2 minus T1 ligini bilardik. U hop, keyingi harorat avvalgisidan dastlabkisidan sovuganda kichik bo'lgani uchun, demak, mana bu joy plus bo'lib ketadi. Lekin bizda tashqi kuchlar bajargan ishi degan uchun, demak, tashqi kuchlar bajargan ishi minusdan A ga teng bo'lib qoladi. E'tibor beramiz. Bizda Q1 delta U1 ga teng 45 joule. Delta U1 degani delta U1 3/2 nu R T2 minus T1. Keyingi holatda Q 0 bo'ldi. Adiabatik ravishda dastlabki haroratgacha nima qildi? Qaytdi. Q 0 ligidan endi delta U2 ni yozadigan bo'lsak, delta U2 3/2 nu R endi dastlabki haroratgacha qaytgani uchun T1 minus T2 bo'ladi. Keyingi haroratdan avvalgisini aytishimiz kerak. E'tibor bersak, mana endi ishora jihatdan qarama-qarshi. Shuning uchun dastlab delta U1imiz 45 joule bo'lsa, mana bu joyda delta U2 ham 45 joule bo'ladi, lekin bunda harorati kamaygani uchun mana bu minus ta'sir qiladi-da. Hop, shunda minusdan 45 bo'ladi-da, mana bu minus bilan plus bo'ladi. Lekin bizda tashqi kuchlar delta U2 o'zi A ga teng, tashqi kuchlar so'ralgani uchun, tashqi kuch bajargan so'ralgani uchun bu minusdan 45 joule degan javobni olamiz.